Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi obzorimizda 3 talik, 4 talik ranglilarimizni obzor qilamiz. Yangiliklar keldi, kapaliklaridan. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda temiri bor. Obzor qilib qo'ygandik, adashmasam, yana bir bor keldi. Narxlari ozgina tushgan holatda keldi. Obzorni boshlashdan eslatib o'tamiz. Videomizga like, videomizga kommentariy, kanalimizga podpiska, telefon raqamlarimiz 97 628 808. Bemalol aloqaga chiqib ma'lumot olishlari mumkin. Do'konimizning manzili Qo'qon Farabiy bozor 20-do'kon. Kelib bemalol xarid qilishlari mumkin. Xo'p, 3 taligidan boshlaymiz, ko'rishlari mumkin. Bitta toj, 3 ta gul mana. Xo'p, 3 ta tarelkasi kapalagi bilan, guli bilan, temiri bilan ko'rishlari mumkin. Va bitta oyoq boltgekalar bilan bo'ladi albatta. Ko'rishlari mumkin, juda ham chiroyli. 3 taligini narxini 90 ming so'm qilib beramiz. 4 taligini ko'rishlari mumkin. Xo'p, ikki tarafda ikkitadan 4 ta gul. Xo'p, bitta toj, ikkita tana, 4 ta tarelka. Tarelkaga plus bunda ham kapalak guli bor. Ko'rishlari mumkin. Tarelkalari ham gullari bilan va oyoq bunda ham bol gekasi bo'ladi. Ko'rishlari mumkin. Terishini menimcha video qilib qo'ygandik YouTube'ga. Juda ham ajoyib, juda ham chiroyli. 4 taligini narxini 100 ming so'm qilib beramiz. Ko'proq olganlarga ikkalasidan ham ozgina kami bor. Xudo xolasa kelishtirib beramiz. Albatta korobkaga kami. Xo'p, 3 taligini 90 ming, 4 taligini 100 ming so'm qilib beramiz. Kelib bemalol xarid qilishlari mumkin. Bizni kuzatib borganlar uchun juda ham kattakon rahmat. Kanalimizga podpiska va videomizga like bosasizlar degan umidamiz. Rahmat. Sog' salomat bo'linglar.